Diqqat xalq tezkor xabar. Kadastr agentligining hududiy bosh inspektori pora bilan ushlandi. Toshkent shahri va Andijon viloyatida o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida pora olgan kadastr bosh inspektori va yer maydonini noqonuniy sotgan fuqaro ushlandi. Bu haqda Davlat xavfsizligi xizmati xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, Davlat xavfsizligi xizmatiga kelib tushgan murojaat asosida o'tkazilgan tezkor tadbirda Kadastr agentligining Yashnobod tumani bo'limi bosh inspektori 3-shaxs orqali 2000 AQSh dollari olgan vaqtida ushlangan. Aniqlanishicha, u xizmat mavqeyidan foydalanib, mahalliy fuqaro tomonidan noqonuniy o'rnatilgan yengil konstruksiyali qurilmalarni buzib tashlamaslik va unga nisbatan jarima qo'llamaslik evaziga ushbu pul mablag'ini talab qilgan. Boshqa holatda esa Andijon shahrida yashovchi 1984-yilda tug'ilgan fuqaro xaridorga Andijon tumanining Xaqan sanoat hududida joylashgan davlat zaxirasidagi 40 sotix yer maydonini go'yoki auksion orqali yutib olganini aytib, uni kadastr tizimidagi tanishlari orqali xaridor nomiga rasmiylashtirib berish evaziga 160 ming AQSh dollar talab qilgan. O'tkazilgan tezkor tadbirda u oldindan 80 ming AQSh dollar olgan vaqtida ushlangan. Bildirilishicha, hozirda har ikki holat bo'yicha jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Samarqand va Qashqadaryo viloyatlarida gaz ta'minoti va kadastr tizimidagi poraxo'r mansabdorlar ushlangan edi. O'zbekistonda qurilish ishlari hajmi 105 trillion so'mga yaqinlashdi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilning yanvar-may oylarida O'zbekistonda 104.9 trillion so'mlik qurilish ishlari bajarilgan. Bu ko'rsatkich 2025-yilning mos davriga nisbatan 14,5% ga oshgan. Statistikaga ko'ra, ma'lumotda qurilish sohasi so'nggi yillarda barqaror o'sishni namoyon etmoqda. Jumladan, qurilish ishlari hajmi 2022-yil yanvar-may oylarida 45.8 trillion so'mni tashkil etgan. 2023-yilda bu ko'rsatkich 52.2 trillion so'm, 2024-yilda 59.1 trillion so'm, 2025-yilda esa 87.5 trillion so'mga yetgan. 2026-yilda bajarilgan qurilish ishlari hajmi 104.9 trillion so'mni chiqib, so'nggi 5 yildagi eng yuqori natija qayd etildi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.